Assalomu alaykum. Aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Ukraina taklif etayotgan yangi harbiy shartnoma. Ukraina 18-24 yoshdagi fuqarolar uchun maxsus shartnomaviy harbiy xizmatni ishlab chiqmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiyning aytishicha, bu tashabbus majburiy mobilizatsiya emas, balki ixtiyoriy shartnoma hisoblanadi. Zelenskiy urushning tugashi haqida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushni 2025-yilda tugatish imkoni borligini aytdi. Biroq bu uchun Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish va Ukrainaga xavfsizlik kafolatlarini berish kerakligini ta'kidlab o'tdi. Biz buni juda xohlaymiz. G'arb Putinni urushni tugatishga majbur qilishga kuch topishdan har yili umid qilyapmiz, deydi Zelenskiy. Ukraina prezidentining fikricha, 2025-yil urushni tugatish uchun muhim imkoniyatlarni yaratadi. Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Tramp ham bu jarayonni tezroq yakunlash tarafdori ekanini aytib o'tdi. Tramp urushni tezroq tugatmoqchi. Qanday yo'l bilan bo'lishini bilmaymiz, ammo biz kuchli bo'lishimiz kerak. U kuchli, lekin yevropalik hamkorlar bilan birgalikda qat'iyan harakat qilish zarur, deydi Zelenskiy. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Vladimir Putin va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasidagi telefon suhbati haqida ma'lumotni na tasdiqladi, na inkor etdi. Uning ta'kidlashicha, Moskva va Vashington o'rtasidagi aloqalar turli kanallar orqali olib boriladi. Shu sababli shaxsan u bu borada xabardor bo'lmasligi mumkin. Xitoy AQShni shantaj qilishda aybladi. Xitoy AQShning Panama o'rtasidagi munosabatlarni zaiflashtirish urinishlarini keskin qoraladi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Pekin Panamaning bir makon, bir yo'l tashabbusidan chiqishiga qarshi rasmiy e'tiroz bildirdi. Panama prezidenti Xose Raul Mulino mamlakatning mazkur tashabbusdan chiqishini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu qaror AQSh davlat kotibi Marko Rubio Panamaga tashrif buyurishdan oldin qabul qilingan.